Maktab tugashiga ham 1 oy qoldi. Keyin esa univers. Men esa haligacha qayerga topshirishni ham bilmayman. U ham mayli, esingni taniganingdan beri 11 yil bir joyda o'qiysan. Keyin esa bir kunda hammasi tugaydi. Xuddi seni bolaliging kabi. Bu juda ham xavotirli va qo'rqinchli. Ammo baribir Xudoga shukr maktabni va nihoyat tugatganman. O'zi ertalabdan o'qishni kim o'ylab topgan? Miya yaxshi ishlarkanmish. Men aniq bilaman, bitta menda emas, ertalab hammani xayolida faqat uyqu. Uni buni qo'y. Men bitiruvga nima kiyaman? Kiyimim yo'q. Nima mush forma kiyarkanmiz. Mana ko'rasan, o'sha kun hamma ko'ylak kiyib keladi. Hech bo'lmaganda vinyetkaga tushib oldik. O'zimizcha hammamiz sentabrdan beri rejalashtirib kelamiz, lekin baribir oxiri borib aprelga taqaldi. Menimcha sinfni faqat bitta narsa urishtira oladi. Bu ham esa lenta. Bitiruvchi po kanonu qizil lenta taqish kerak. Bular esa biri qora, birisi prozrachniy deydi. Men maygacha 30 mingta bo'laman deb niyat qilgandim. Balki hozir ham kech emasdir, chunki menda moda, beauty va kitoblar haqida. Oldinda esa may va iyun uyqusiz tunlar, imtihonlar va choraklarni yopish tashvishida yurgan bo'lamiz. Hamma narsa shunchaki tez o'tib ketyaptiki, men esa xuddi chetda qarab turgandek. Qo'ya kechagina 1-sinfga kelgandek. Bir pasda makiyajimni ham qilib bo'ldim. Yana hamma aytadi 2 soat makiyaj qilasan deb.